Farzandlaringizga yaxshilab o'rgating. Masjidul Aqso musulmonlar uchun barcha narsa ekanligini yaxshilab bilib olsinlar. Masjidul Aqsodan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam merojga ko'tarilganlar va Aqso bu Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ning omonatlaridir. Farzandlaringiz yaxshilab bilib olishsin. Musulmonlarga birinchi bo'lib dushmanlik qilganlar bular yahudiylar. Alloh azza va jalla aytadi: Yahudiy va shirk keltirganlarni iymon keltirganlarga nisbatan odamlarning ashaddiy adovatlisi ekanini topasan. Yaxshilab bilib olsinlar, Alloh taolo yahudlarni xoruzorlik bilan maymunga aylantirib jazolagan. Chunki ular gunohkor, fasod qiluvchi, tajovuzkor qavm edilar. Yaxshilab bilib olsinlarki, yahudlar biron kishidan hech qachon rozi bo'lmaydilar, toki ularning millatiga ergashmagunlaricha. Ular Allohga va Rasuli sallallohu alayhi va sallamga xiyonat qilishgan. Shunday ekan, qanday qilib ular Rasulullohga ergashganlarga xiyonat qilmasinlar? Va nihoyat bilib olsinlarki, yahudiylarning qismati musulmonlarning qo'lida. Umidlarini uzaversinlar. Allohning nusrati biz tarafda.